9800 pulga qandaraq mashina keldi degan turdoshlar 9800 pulning kuchini ko'ranglar. 2014-10 oyniki Chang'ansi Sabo Qo'lxotning gavpisi mashina urib so'qilgan sudqaga o'tkoga avval yo'q. Mashina 95% pakiz chiqa oladi. Shingyan boshqa 10-oy chiqiliqliq. Chang'a Saboni men danglamsam ko'pincha bizlar nayt yaxshi mashinaning bizsa davlatimizniki dangliq markasi Chang'an zavodning mashinasi. Chang'ansi Sabo puli esa 9800 ku 2014-10 oyning. Har qanday bir turdashlikka xizmatidan 1-2 yil bemalol chiqdi, mashina bir kun hajlarga yer yo'q. Ey deb qo'shilib qolasizlar. Tegina dibenjisini olib tashib etdim, tegina dibenjisini pechet qilib tiktirib sepirman. Men artıq tanlash biyajet paylansa 5 el motor chiqdan maysar piyat töven. Men dungdan sellan dicha yetdim, mening 5 yosh turanglar bas, g'azab muvaffaq maysar piyat töven. İşte markalık mashina asan bo'ldi degan shirkat sanal bo'ldi. Go'chenning ishidagi eng yaxshi marka dungdan sellan dichasen. 1.5 yapon motori va sellan motor. Qo'lxotniki gavpisi ha vallah. 2018 3-oyning mashinasi ishini ko'rsatdi. Pul esa 16800 ga muqim baho. Barmoqlar o'taldi, rolda engine ba, iPad ekran ba. O'rindiqlarni ko'rsatdi mashinaniki. G'azabni ochchima mana bu. Men mashina ehtiyoji bor, shirkat sanal bo'ldi. Mashina 3 xil tekshirishni to'liq o'tdi, mashina bir kun hajlarga yeri yo'q. Aldı LED shenshdagan qizilchiroq o't o'chida o't oladi. Aldı senzor seplangan mashinaniki. Xub ishonni ko'rsatdilar. Maysar piyati 5 mochanga boshlanjama vallah. Aqsim g'azab pakiz mana. Bekkangri chiqdi aqsim. Mana zapas yo'q chupaqqa mashina emas. Ehtiyoji va turdashlar bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Keyingi san ko'rishda qo'llab berganlik rahmat.